Siz bunga ishonmaysiz. Dunyoda shunday faktlar borki, ular mantiqqa sig'maydi, lekin ular 100% haqiqat. Bugun siz bilan eng g'alati, eng qiziqarli va eng kutilmagan faktlarni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Quyosh tizimidagi eng katta sayyora Yupiterdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pitssa hidi stressni, xavotirni yengillashtiradi, kayfiyatni ko'taradi. Agar odamlar burgut kabi ko'rish qobiliyatiga ega bo'lganlarida, biz 10 qavatli binoning tomidan yerdagi chumolini ko'rgan bo'lardik. Yer yuzida daraxtlar paydo bo'lishidan oldin ulkan qo'ziqorinlar o'sgan. Ko'z olmasi tanangizning eng tez shifo topadigan qismidir. Chumolixo'rlar chumollarga qaraganda termitlarni afzal ko'rishadi. Birinchi sug'urta bo'liklari Islandiyada 1151-yilda vabo va yong'inga qarshi joriy qilingan. Yomg'irli mavsumlar yaqinlashib kelayotgan bir paytda dunyoning eng qo'rqoqli cho'lida minglab mo'g'ullar bilan to'lgan. Saqichchayna soatiga taxminan 11 kaloriya yoqadi. Itlar g'ijirlaydigan o'yinchoqlarni yaxshi ko'radi. Bu tovush ularga o'ljani eslatadi. Dunyoda qora pomidor bor. KFC noyob pechenye va issiqqa chidamli oq shokoladdan tayyorlangan yeyiladigan kofe stakanlarga ega. Odamlar quruqlikdagi eng uzoq umr ko'radigan sut emizuvchilardir. Filippin 7641 oroldan iborat. Qor qoploni bo'kira olmaydi. Lakoste kashtalari dunyodagi birinchi korporativ logotip hisoblanadi. Yalqov quruqlikda yurishdan 3 barobar tezroq suzadi va 40 daqiqa davomida nafasini suvda ushlab tura oladi. Doktor baliq o'lik terini kemirib odamlarni davolaydi. Dunyodagi eng katta gul Rafflesia. Bu Janubiy Osiyoning o'rmonlarida o'sadigan tropik o'simlik. Uning gulining diametri 1 metrga yetishi va og'irligi 10 kiloga yetishi mumkin. Dunyodagi eng kichik poytaxt shahar bu King Edward Point. 90 daqiqalik dahshatli film tomosha qilish o'rtacha 150 kilokaloriya yoqishi mumkin, xuddi 30 daqiqalik piyoda yurish kabi. Kofe jismoniy ko'rsatkichlarni oshirishi mumkin. Yotishdan oldin musiqa tinglaydigan odamlar tezroq uxlab qolishadi va uzoqroq quvlashadi. Birinchi konfetlar Misrda paydo bo'lgan. Neptunda yoz 40 yil davom etadi. Ofis stollarida o'rtacha hojatxonanikiga qaraganda 400 barobar ko'proq bakteriya mavjud. Inson umrining 20%ni reklama tomosha qilib sarflab yuboradi.